Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Maqsadga yaqinmiz. Tramp va Zelenskiy nimalarni muhokama qildi? Rossiya Tayvan bilan qurolli mojaro kelib chiqqan taqdirda Xitoyni qo'llab-quvvatlaydi. Putinga yaqin amaldorlar orasida urushni to'xtatishga chaqiruvchilar ko'payib bormoqda. Budanov. Rossiyada migrantlar uchun imtihonlar 1-yanvardan boshlab elektron formatda o'tkaziladi. Faqat Tramp Putinni urushni to'xtatishga majburlay oladi. NATO. Shveysariya keng ko'lamli hujumdan o'zini himoya qila olmaydi. General. Erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak sinab ko'rdi va natijadan rozi. Quvvatni qaytaradi, charchoqni kamaytiradi, ishonchni mustahkamlaydi. Ta'siri birinchi kursdayoq. Yangi yil aksiyasi, sanatoriya yo'llanmasi va 3 ta smartfon yutib olish imkoniyati. Telefon 55 513 99 99. Hozirq buyurtma bering. Maqsadga yaqinmiz. Tramp va Zelenskiy nimalarni muhokama qildi? AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy 28-dekabr kuni Floridada 3 soatlik muzokara olib bordi. Ular uchrashuvdan so'ng Rossiya bilan tinchlik o'rnatish yo'lida katta yutuqlarga erishganini aytdi. Biroq asosiy masala hal etilmay qoldi. Putin Donbassni talab qilmoqda, Zelenskiy bunga qarshi. Tramp esa tomonlar kelishuvga erishishini istaydi. Bu safar AQSh va Ukraina rahbarlari bir necha hafta ichida tinchlik bitimi shartlari ancha aniq bo'lishini aytmoqda. Tramp bilan uchrashuvdan oldin Zelenskiy bu yilning eng faol diplomatik kunlaridan biri bo'lishini, yil oxirigacha ko'p narsalar hal bo'lishi mumkinligini aytgan edi. AQSh va Ukraina delegatsiyalarining muzokaralari Trampning shaxsiy Mar-a-Lagodagi qarorgohida qariyb 3 soat davom etdi. Muzokaralar yakunida Tramp ularni ajoyib deb baholab, bu a'lo darajadagi suhbat Rossiya Ukraina urushining yakuniga sezilarli darajada yaqinlashtirganini aytdi. Biz maqsadga juda yaqinmiz, balki nihoyatda yaqinmiz ham. Ko'pchilik buni imkonsiz deb aytganiga qaramay, biz juda katta tafsilotlarga erishib oldik. Ertaga davom ettiramiz, dedi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, tinchlik kelishuvi deyarli tayyor bo'lib, tomonlar shartlarning qariyb 95% bo'yicha kelishib olgan. Shu bilan birga Tramp asosiy masala Donbass hududlari kimga tegishli bo'lishi hali ochiq qolayotganini tan oldi. Tramp buni eng muhim masala deb atadi. Zelenskiy muzokaralar yakunida Donbass masalasi hali ham maksimal darajada dolzarb ekanini va Ukrainaning bu boradagi pozitsiyasi aniq va Rossiyadan farq qilishini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, Ukraina uchun barqaror tinchlikka erishishidagi eng muhim bosqich hududiy masala emas, balki mamlakat uchun xavfsizlik kafolatlaridir. Ukraina jamoasi bu band ustida Yevropa siyosatchilari bilan ishlashni davom ettirishini, barcha muhokama qilingan masalalarni yakunlash zarurligini va bu jarayon yaqin haftalarda amalga oshishi mumkinligini aytdi. Tramp muzokaralardan keyin ham jurnalistlar savollariga javob berar ekan, hududlar bo'yicha kelishuvni iloji boricha tezroq tuzish kerakligini ta'kidladi. U Ukraina katta jasorat ko'rsatgani va katta zarar yetkazganini, ammo mojaroga nuqta qo'yish vaqti kelganini qayd etdi. AQSh prezidenti hatto Ukraina parlamenti oldida chiqish qilishga tayyorligini aytib, tinchlik kelishuvi zarurligini tushuntirdi. Zelenskiy bunga diplomatik tarzda sizni kutishdan doim xursandmiz deya javob qaytardi. Ukraina prezidenti hozir muhokama qilinayotgan tinchlik kelishuvining istalgan bandi ham referendumga ham mamlakat parlamenti muhokamasiga qo'yilishi mumkinligini aytgan. Tramp hali kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkinligini istisno qilmadi. Uning so'zlariga ko'ra, tinchlik rejasidagi har qanday band ehtimol juda muhim bo'lib chiqadi va butun kelishuvni buzadi. Urush qanchalik tez tugashi mumkinligi haqidagi savolga javob berar ekan, Tramp yana bir necha hafta ichida aniqlik kiritishi kerakligini aytdi. U yaqin kelajakda AQSh, Ukraina va Rossiya o'rtasida 3 tomonlama uchrashuv o'tkazilishi ehtimoli katta deb baholadi. Putin shunday bo'lishini istaydi. U menga juda aniq aytdi. Men unga ishonaman, dedi AQSh rahbari. Rossiya Tayvan bilan qurolli mojaro kelib chiqqan taqdirda Xitoyni qo'llab-quvvatlaydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ma'lum qilishicha, agar Tayvan atrofida qurolli mojaro yuzaga kelsa, Moskva Pekinni qo'llab-quvvatlash pozitsiyasini egallaydi. Uning ta'kidlashicha, bunday yondashuv Xitoyning davlat birligi va hududiy yaxlitligini himoya qilish tamoyiliga asoslanadi, hamda Rossiyaning yagona Xitoy siyosatiga qat'iy sodiqligini aks ettiradi. Lavrov Rossiya Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb bilishini, bu boradagi pozitsiya o'nlab yillar davomida o'zgarmaganini va xalqaro huquq normalariga mos kelishini qayd etib, Tayvan masalasiga tashqi kuchlarning aralashuvi mintaqaviy barqarorlikka jiddiy tahdid solishini aytdi. Uning fikricha, vaziyatni keskinlashtiruvchi har qanday harbiy ssenariy Osiyo Tinch okeani mintaqasida xavfsizlik muvozanatini buzadi va global miqyosda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli Moskva bu masalada Pekin bilan siyosiy hamjihatlikni saqlashini ochiq bildirdi.
Putinga yaqin amaldorlar orasida urushni to'xtatishga chaqiruvchilar ko'payib bormoqda. Budanov. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi rahbari Kirilla Budanovning aytishicha, Vladimir Putinga yaqin amaldorlar orasida Rossiya prezidentini urushni to'xtatishga chaqiruvchilar ortib boryapti. Bu haqda u Saspaln jamoatchilik teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Budanovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin ham Rossiya rahbariyatida, jumladan qurolli kuchlar bosh shtab ofitserlari orasida urushning maqsadga muvofiqligi borasida shubhalar bo'lgan. Hozir esa Putinning atrofida urushni tugatishni istayotgan ovozlar yanada kuchaymoqda. Oldingidan ham ko'proq degan Ukraina harbiy razvedkasi. Rossiya siyosiy establishmentining yuqori elitasi orasida bunday chaqiriqlar nega ko'payayotgani haqidagi savolga izoh berar ekan, u urush juda qimmatga tushayotganini ta'kidladi. Bu yutuqlarning narxi qanday? Bir kunlik urush qancha turishini tasavvur qila olasizmi? Bu juda qimmat, hatto urush uchun hech narsani ayamayotgan Rossiya ham qimmatlik qiladi, dedi u. Rossiyada migrantlar uchun imtihonlar 1-yanvardan boshlab elektron formatda o'tkaziladi. Rossiyada mehnat qilayotgan va yashash hujjatlarini rasmiylashtirayotgan migrantlar uchun muhim o'zgarish joriy etilmoqda. 1-yanvardan boshlab rus tili, Rossiya tarixi hamda Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi asoslari bo'yicha ma'muriy imtihonlar to'liq elektron formatda o'tkaziladi. Endilikda test sinovlari qog'oz shaklida emas, balki maxsus raqamli platformalar orqali tashkil etiladi. Bu esa baholash jarayonini avtomatlashtirish va inson omili ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, ushbu tizim imtihon natijalarining shaffofligini oshirish, soxtalashtirish holatlarining oldini olish hamda yagona standartni joriy etish imkonini beradi. Elektron testlar real vaqt rejimida tekshiriladi va natijalar markazlashtirilgan bazaga kiritiladi. Bu esa hujjatlarni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, yangi tartib migrantlarning bilim darajasini aniqroq baholash, test savollarini muntazam yangilab borish va ularni amaldagi qonunchilikka moslashtirishga xizmat qiladi. Rasmiylar bu o'zgarish Rossiyada ishlash yoki yashash huquqini olish jarayonini yanada tizimli va nazorat qilinadigan holga keltirishni ta'kidlamoqda. Faqat Tramp Putinni urushni to'xtatishga majburlay oladi. NATO bosh kotibi Ryutening fikricha, Ukrainadagi urushni to'xtatishga Rossiya prezidenti Putinning faqat AQSh prezidenti Donald Tramp majbur qila oladi. Bu haqda 28-dekabr kuni Germaniyaning Bild gazetasiga bergan intervyusida aytdi. Ryutening so'zlariga ko'ra, Tramp bu urushni to'liq yakunlashga e'tibor qaratgan. U Ukrainadagi urushni tugatmoqchi. Putinni muzokaralar stoliga o'tirishga majbur qila olgan yagona inson ham, oxir oqibat tinchlikka rozi qilishga qodir yagona shaxs ham Tramp, dedi NATO bosh kotibi. Shu bilan birga Ryute tinchlikka erishish uchun murosalar kerak bo'lishini ta'kidladi. Tinchlik shartnomalarida doimo shunday bo'ladi. Qaysi tomon qanday yon berishlari lozimligini u aniq aytmadi. Ryutening ta'kidlashicha, Donald Tramp prezident bo'lganida AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatadi degan xavotirlarga u qo'shilmaydi. U shuningdek Tramp davrida AQSh NATOga sodiq qolishiga ishonch bildirdi va Yevropa davlatlari Rossiya ehtimoliy hujumiga qarshi yakka holda qolib ketmasligini ta'kidladi. Nega urushni tugatish qiyin ekani haqidagi savolga javob berar ekan, Ryute shunday dedi. Putin 1,1 million o'z fuqarosini qurbon qilishga tayyor. Shu bilan birga joriy yilda Rossiya juda kichik hududiy yutuqlarga erishgan, dedi u. Shveysariya keng ko'lamli hujumdan o'zini himoya qila olmaydi, general. Shveysariya qurolli kuchlari rahbari general-leytenant Thomas Siusli mamlakat keng ko'lamli hujumni qaytarishga qodir emasligini va Rossiya tomonidan ortib borayotgan xavflar fonida harbiy xarajatlarni zudlik bilan oshirish zarurligini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Har 3 nafar askardan faqatgina biri to'liq jihozlangan. 2025-yil yakunida o'z lavozimini tark etayotgan Siuslining ta'kidlashicha, mamlakat infratuzilmaga nisbatan kiber hujumlarga tayyor, biroq armiyada texnika borasida jiddiy yetishmovchiliklar mavjud. Biz masofaviy tahdidlar yoki mamlakatimizga qarshi qaratilgan keng ko'lamli hujumga qarshi tura olmaymiz. Haqiqiy favqulodda vaziyat yuzaga kelsa, barcha askarlarning atiga 3dan 1 qismi to'liq jihozlangan bo'lishini bilish juda og'ir, dedi armiya qo'mondoni. Neytrallik himoya kafolati emas. Siuslining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush va Rossiyaning Yevropani beqarorlashtirishga urinishlariga qaramay, Shveysariya jamiyatida armiyaga bo'lgan munosabat o'zgarmagan. U buni Shveysariyaning mojarodan uzoqligi, so'nggi yillarda urush tajribasiga ega emasligi va neytrallik himoya beradi degan noto'g'ri tushuncha bilan izohladi. Tarixan bu xato yondashuv. Qurolsiz bo'lgan va urushga tortilgan bir qancha neytral davlatlar bor. Neytrallik faqat uni qurol bilan himoya qilish mumkin bo'lgandagina qiymatga ega bo'ladi, deya ta'kidladi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.